Banda faqatgina siniq qalb ila Allohga yaqin bo'lishi mumkin. Hatto juda ko'p ibodat qilmasa ham, nafllarni emas faqat farzlarni bajarsa ham, ba'zan gunoh ishga qadam qo'ysa ham. Ammo aytingchi, oramizda gunohlarining ko'pligidan, solih amallarning kamligidan qo'rqib, Allohga ojizligini tan olib, gunohi eng ko'p inson ekanligini e'tirof etib, iltijo qiladigan bandalar qancha? Juda oz. Aytaylik, agar bir inson sening gunohing juda ko'p, gunohlarga botgansan desa, biz uning so'zlaridan qattiq g'azablanamiz. Unga sen o'zing kimsan deb darhol achchiqlanib javob beramiz. Bu esa bizning gunohkor va ojiz banda ekanligimizni tan olmaganimizga dalildir. Bu haqida Shayx Abdul Qodir Jiyloniy bunday deganlar: Allohga yaqin qiluvchi turli yo'llarga nazar soldim, lekin ular orasida xokisorlik va kamtarlik yo'lining bo'sh ekanligiga guvoh bo'ldim. Ya'ni insonlarning ko'pi bu yo'ldan yura olmaydi. Xulosa shuki, ey inson, sening eng katta qudrating o'zingni ojiz bo'lib Allohga bosh egishingdir.